Biz bankirlarga eng ko'p beriladigan savol nima bilasizlarmi? Buncha kredit olsam oyiga qancha to'layman yoki mana buncha muddatga olsam jami qancha qilib qo'shib to'layman degan savol. Bu savolga sizlarga bankir kerak emas. Bitta programma orqali sizlarga qanday ko'rishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun App Store yoki Google Play dan kredit kalkulyatorni topib olishimiz kerak bo'ladi. Topgandan so'ng uni telefonimizga o'rnatib olamiz va o'rnatdik. Birinchiga yoziladigan summa kredit olishimiz kerak bo'lgan summa. Bizda hozir 10 million so'm yozilyapti. Ikkinchiga necha oyga olinyapti? 3 yilga olsangiz 36 oy yozasiz. 4 yilga 48 oy. Uchinchisiga esa necha foizdan olayotgan bo'lsangiz va keyingi qatorga qachondan olayotganingiz yoziladi. Xo'p, bunda birinchi summa oylik grafik summangiz bo'ladi. Ikkinchi summa jami qo'shib to'lanadigan summa bo'ladi. 10 million so'mdan 15 million 86 ming so'm qilib to'layapsiz. Va bemalol 3 yillik grafik ko'rsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa sizdan like va podpiska, bizdan esa beminnat xizmat. Rahmat, sog' bo'ling.